Xalq banki hamkorligida Surxondaryo viloyati Denov tumani Surxondiyor MIFI 200 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekilgan, maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar yig'im-terim holatiga tayyor holda. Ekinlarni yetishtirish 210 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihani 10 ta dehqon xo'jaligiga biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Shuntosh Agro Tomorqa MChJ ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 60 tonna, jami 600 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.